Masalan, men Amerika YouTube bo'yicha BMG Drive degan o'yin o'ynab, men kanalga video qo'yib pul ishlayman. Vaqtiga keladigan bo'lsa, meni BMG Drive yo'nalishimda o'rtacha 2 soat vaqt oladi. O'tirib ishlasam 2 soatda butunlay videoni qilib bo'lib, kanalga yuklab bo'ldi, ishim yakunlanadi. Ba'zi bir yo'nalishlar bor, 10 minutda ishingiz bitadi, oddiy bitta telefonda. YouTube'da ikki xil yo'nalishlar bor. Telefonda qilsa bo'ladigan yo'nalishlar, kompyuterda qilsa bo'ladigan yo'nalishlar. Meni BMG Drive yo'nalishim faqat kompyuterda qila olasiz. Uni telefonda o'yini yo'q. U o'yin. Kompyuterda mashina poyiga o'yini hisoblanadi. Telefon yo'nalishlari esa salgina farq qiladi. Telefon yo'nalishlarida biz asosan CapCut'da montaj qilib, har xil rasmlarni qo'yib, boshqa effektlarni qo'yib, edit yo'nalishda qilib, o'zining yo'nalishlari bor, masalan, Bronx bor, Chaqmoq McQueen bor, ASMR yo'nalishlari bor, masalan, ASMR Baby, ASMR Chupa Chups, ASMR masalan, MMS qutili yo'nalishlarimiz bor. Yo'nalish juda ham ko'p. O'zimizga ma'qulini, qo'limiz yetadiganini, texnikamiz ko'taradiganini tanlashimiz kerak. Sizga BMG yoqib tursa, lekin telefon, kompyuteringiz bo'lmasa, uni foydasi yo'q. Siz oddiy o'zingiz qo'lingizdagi bor imkoniyatdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ushbu darslikda to'liq ko'rishni xohlaysizlarmi? Unday bo'lsa, izohlarda plus yozib qoldiring. Men sizlarga to'liq video darslikda yuboraman. Agar sizga YouTubedan daromad qilish mavzusi qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'ling va mana shu videomizga like bosib qo'yishni unutmang.